Qancha puling bor edi? 100 ming so'm bor edi. Ancha katta pul-ku. Ota-ona bolasiga katta miqdorda pul berishi bu yaxshi emas. Demak, sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'libdi. Hech kim sinfdan chiqib ketmaydi. Men o'zim sumkalaringni bittama-bitta tekshirib chiqaman. Qani, Farangiz, ko'rsatchi sumkangni. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rsa, sharmanda bo'laman-ku. Mutabar, sumkangni ochib ko'rsatchi. Yo'q, ochmayman. Mutabar, ber sumkangni. Yo'q. Ber dedim senga. Yo'q. Aytganimni qil. O'g'ri.